Güzel. Şurada yangi bog'lar. Joyimiz ketdi mana bu. O'zimizda hozir pamuk to'lgani qilib qo'yibdi mana bu. 80-85 sm daroq bo'lsa. 4.25 qator orasi. Здесь не лунки, да, здесь просто техника загребает. Buni hech qaysi ko'mar ekan, buni shunday chuqurcha qilishganda mana shu yerdan bu tomonni top tashlar ekan mana hozir. Suv tashlar ekan. Texnika kelyapti, olishini ko'rsatamiz. Bu tomonni uch tashlagan mana. Bular o'sha suvda turishining sababi shu Amin aka 48 soat. Shu ko'mgancha mana patriya bo'ladi-ku, quriydi. O'shani hisobiga-da. Suvga solib qo'yarkanda keyin tushish sababi shu. Qo'ymaslik uchun. Pamuklar bor. Bu yil lekin buni aytib, bular kechikkan menimcha mana bu endi rivojlanyapti. Va o'sha ikki boya ekkan-da, 1-2 kun bo'ldi. Olmasi yo'q, asli yo'q bu. Kelasi ham bo'ladi. Bundan hammasini men topib kesib tashlayman. Kesib beradi. Kesmasa o'sha rivojlanmaydi. Pratik bo'lsa. Pratik mumkin. Huzur. 3-8 soat sababini turish ham shuda. Ha, shu. Qurib ketyapti o'zi bular ham Turish kerak-da. bularda ham o'sha men Gollandiyada ham hozir issiq ekan. Bu olmani joyiga olma bo'lyapti. G11 ekan payvantak. Olmani buzib mana olma qilib yotibdi bular. Hech qanaqa olmasi yo'q buni. Mana buni zo'r o'rnatgan mana buni simga qo'ygan mana tamom. Mana sim turibdi oddiy. Bitta sim qo'ygan mana. Bo'ldi balandlik normal. Tayyor. About this one. One is here, just one configuration, not two because it's Apple, right? Bo'ldi buni ikki o'tam o'tirmay ekanda shuni chuqurcha qilib ko'mib tashlagan. Oson ekan-ku mana. Oson bo'lar ekanda bu. Ha? Shuni ko'mib tashlayapti mana. Aka вообще zo'r aka bo'la ekishini qarang. Ko'mish ham shart emas ekan buni. Hala. 8 soat turishini talab 8 soat turadi-ku suvga, qarang. Bo'ldi aka. Chiqyapman. This area. Okay. This area why no this system? 3 row system for 3 row sprayer. Big machine, big sprayer. There's Big spray. 3 rows once. 3 round advance. Driving in the middle with arms. Voy mana buni nima uchun shpallar yo'q ko'ryapsizlarmi? 4 ta. Shunaqa sepkichi bor ekan, 4 qator birdan o'qitdi ekan mana bularni. Ko'ryapsizlarmi? Shu uchun mana shpallar qo'ymagan ekan ustiga mana bu yerga. Keyin hozir setkani ham qo'ymagan ekan shu uchun. Setkani ham menimcha bunaqa tortsa kerak-da, men o'ziga tortsa kerak keyin. Bu nima uchun desam, nima deydi? Boyagi belga shunaqa apparat kiradi, 4 ta qator birdan sepadi deydi. Mana bu yerda o'zida mana haqiqatdan nimasi bo'lyapti buni mana. Mana. Oddiy diska. Mana issiqda turibdi, bu 24 soat shuni suvda turar ekan, shu uchun mana hech narsa qilmaydi deyapti. Bu qatorlar ko'madi endi. Traktorlar ham ingichka ekanda. Bu changlatuvchi ekadi bunga. Shu bizdan so'radimda. This how it is variety? SQ159. SQ159. It's a club variety in Holland. Club special variety. Special variety. Yeah. SQ? SQ159. SQ1 5 8 deganda bo'lar ekan. Yollandada maxsus navi ekan. Nimaga Mamutni qo'yganda Buni rangi bor ekan. Bu tomonda ko'rdim mana rangi. Mamut tushundinglarmi nimagaligini? Yashang, changlatuvchini joyi har anaqada 2 ketar ekan bo'lsa. Bo'lib, qo'lni suyushakdan aqladi. Demak, har bir qizil joyda reja qilinadi, oldin Tuz ketadi, tuz. Qavun nechka bo'lmoqda? Yo'q, bu o'zi knibon qilish uchun bu kesiladi-da bu.
Knibon bu agar shox bermaydigan shox. Knibon qilish uchun bu kesiladi. Keyin 1 yillik shox mana shu. 1 yillik o'sib va yon shox bergan. Buni dorisiz bilan yon shox berdirganda bunga. Mana shu. Hala ko'chatlar turadigan suv, hala suvda turibdi ko'chatlar ana. Irrigatsiya. After that, are they like pressing like that because it's not. There's also watering. A lot of water, 10 liters with the tank you saw. Yeah. Every 10 liters water. Yeah. And then also the soil is around, more around. Yo'q. Yana o'z 10 litr suv qo'yishadi dedimi? Har bitta daraxtga taxminan 10 litr suv quyiladi. Mana hozir ekildi. Ekkandan keyin. Mana qaragandan keyin. Birinchi ekishga tayyorlandi. Xuddi u ko'rganimizdek ochib teshiklar qilib chiqildi, shpaler qo'yildi. Undan keyin suvlandi, yaxshilab tuproq nam bo'ldi. Nam bo'lgandan keyin daraxtni ekib chiqdi, hozir yopqotdi. Yopgandan keyin yana har bir daraxtga kamida 10 litr o'rta hisobda suv beriladi va shuni hisobiga mana bu yer bor, tuproq yopishadi, cho'kadi. O'zi yopishadi. Ha, o'zi zishlashadi. O'zi tabiiy yopishadi. Bosimli emas. Moja chiqadi, moja chiqmaydi. Bunda Of the rootstock, so that everything is even. This is more a bit deeper than this, so they check. Yeah. Maybe later they pull up, maybe, and then later. Demak, yana Later. mana bu ulangan joy bo'ladi-ku. Mana mana bu joylar. See, this one. Ko'milib qolsa agar, Yuqorida aytib o'tildiki, 20 santimetr chiqadi deydi. Har bittasini tekshiriladi, chunki bu juda ham muhim. Agarda ko'milib ketgan bo'lsa, mana bunga sal ko'tarilib bosiladi. Yes. It's important that mana bir xil razmerda Xo'p, nimaga golden source'ni ekmadinglar? Chaylatuvchisi hisobida quyidagi javob bo'ldi. Birinchidan Niderlandiyada ishchi kuchi qimmat. Ishchi kuchi taxminan soatiga 40 yevro bo'ladi. Endi agar men golden ekadigan bo'lsam, goldenni bo'tga ekaman, keyin oyoqqa ekaman. Ya'ni nechadir metrdan keyin. Har bir teruvchi mana tergandan keyin oyoqqa borish kerak bo'ladi, uni terish kerak bo'ladi. Bu ko'p vaqt oladi. Vaqt bizda pul. Shuning uchun bizga u nevigida, ya'ni kerak emas. Ha, suv beradigan apparati bor ekan mana. Hammasi suvga chiqyapti mana. Mana o'zi oqib ketyapti mana. Maxsus har bitta ekilgan joyga mana suv beryapti. Ekilgandan keyin ham suv berib ketyapti sizlar. Ekilyapti, ko'milyapti, suv berib ketyapti. Mana ko'chatlar ekilishi, mana bu kishi qo'yib ketyapti buni. Good morning. Sir. Mana ishchilari mana bitta olib ketyapti bu yerda. Lekin kovlashi mana to'liq nimada apparatda kovlangan mana. Dumaloq qilib apparatda kovlar ekanda buni. Shpalerda qo'yar ekan, bular qisqasi hammasini ideal qilib qo'yar ekanda bu. Demak, birinchi kovlab chiqar ekan, keyin shpaler o'rnatar ekan. Shpaler o'rnatgandan keyin mana bu simni tortib bo'lmoqlarni qo'ygan. Mana bu o'rniga bunaqa temir qo'yib chiqilgan. Har bitta nimasini oldiga shuni boshiga bog'lab ketaver ekan daraxtni.